Ey olim, bugungi zamonga nazar sol. Hamma ish amallar tamoman boshqacha bo'lib ketdi. Bilimliklar qadrsizlandi, o'zlarini ayaydigan bo'lib qoldi. Aqlliqlar kekash bo'ldi, ig'iz ochmaydigan bo'ldi. Aldi yaramas kishilar ko'paydi. Yavaşla azar yap, beşini ko'taranmadi. Qara, may bilan yuzini yuyib namozni tashlaganlar mard botir ataldi, zo'rlik qildi. Fitna fasod qilg'uvchilar ataldi. May ichmaydiganlarning nomi xasis deb ataldi. Namoz ro'za bilan yurgan kishilar munofiq ataldi, ey al hukmdori. Halol yo'qoldi. Hammada haram üstünlükni aldı. Haram yiyguchilarning ko'nglini qora kirib besib ketdi. Halalning namili qoldi, uni ko'gili bo'lmaydi. Haram talashdi qoldi, uningga hech kim to'ymadi. Haramni haram deguchilar qani? Haramni tashlab halol yeyguchilar qani? Haqiqiy, to'g'ri, taqvodor deb atalganlardan Quyosh parlaydigan qiyomat bor deguchilardan kim qoldi? Haram bilan ko'ngil rasa qarayib ketdi. Halolni izlab qayerdan topquliq ey o'g'il? Buningga taqlidan munu so'z keldi. Buni yaxshi angla ey ko'ngli tuz. Haram bilan ko'nglim qara, kir bo'ldi. O'zim 100 ishning birida bilimni ko'zda tutmadim. Vücudum bana egilmedi, havasga qul bo'ldim. İbadetga vaqtim yetmedi, sirimni açtım. Qara, dunyoning qiliqlari tamoman boshqacha bo'lib qoldi. Kishilarning ko'ngli tilidan boshqacha bo'lib qoldi. Xalqdan vafo ketib, uning o'rniga jafo ustunlikni oldi. Ishonchlik bir odamni izlabmi topolmaysan. Xalqdan vafo ketib, jafo iz bosdi. İşençlik tayong'udek kishilar qis bo'lib ketdi. Qarindoshlar orasida yaqinlik yiroqlashdi. Yaxshi do'stlar mehribonlikdan kechdi. Kichikda adab yo'q, ulug'da bilim. Qo'pol nadonlar ko'paydi. Adablik siliqlar azaydi. Yaqinlik faqat pul uchun bo'ldi. Haqiqat uchun to'g'ri ish qiladiganlar qani? Omonatning faqat nomili bor, uningga amal qilg'uchi qani? Nasihat degan so'zli bor, uni tutqichilar qani? Yaxshilikka da'vat qilg'uchi kishilar qani? Yomonlikdan to'squchi kishilar qani? Savdogarlar omonat majburiyatini unutdi. Hunarvan ustalar nasihatlaridan voz kechdi. Bilimliklar so'zlarini to'g'ri so'zlamaydigan bo'ldi. Xotinlardan hayo ko'tarildi, yuzlari yepilmaydigan bo'ldi. To'g'rilik yo'qoldi, o'rnini agrilik egildi. Qani, biror xudogo'y kishi qoldimi? Kishilarning hammasi pulning qo'li bo'lib qoldi. Kimdi kumush bo'lsa, shuningga bosh egdi. Jamoat ko'p, masjidlar oz edi. Masjidlar ko'paysa, jamoatlar oz qoldi. Taqvodor kishi nima deydi angla. Buni ko'ngilda tut, ey yaxshilarning boshchisi. Biror to'g'ri ish qilg'uchi qani? Biror xudolik ishga mong'uchi qani? Dunyoning hamma tarafi tamoman buzildi. Buni ko'rib hayron qolgan biror kishi bormi? Musulmonlar qarshilashdi, bir-birining go'shini yeyishmoqda. Kafirlar bo'lsa, huzur halovat ichida yotmoqda. Musulmonlarning mol dunyosi talon-taroj qilindi. Haromni haloldan farqlantiradigan kishi qani? Qara, fitna fasod ovozi kecha-kecha uxlatmaydi. Ilmi Qur'on ovozi qani? Bu bak oz, birodar. Ko'ngillar qattiqlashdi, til yumshidi. Haqiqatning o'zi yo'qolib ketdi, puriga qoldi. Nazar sol, otig'i o'g'il otiliq qiladi. O'g'il beg bo'lib, qara,
ota qul bo'ldi. Hayot qisildi, dard alam uzardi. Oshko'zlik bo'lgan siri zo'raydi, shodlik xo'rab ketdi. Kambag'al, tul, yetimlarga shafqat qilg'uchi yo'q. Jahon ostin-ustin bo'lib ketdi. Buningga ajablanguchi yo'q. Dunyoni sinagan, sehi, qo'li kang, bilimi cho'nqur donishmand bak yaxshi aytgan edi. Dunyo oxirlashdi, qonun buzildi. Yomonlarni ko'rib, yaxshilarni oynidi. Aqlliq tushunadi, bilimlik biladi. Yil oy kunlar o'tgan siri dunyo bara-bara buzildi. O'g'il qizlar ota hurmatini tashladi. Qeri degan nom kishi uchun haqorat bo'lib qoldi. Qonun qoidalar butunlay ostin-ustin bo'lib ketdi. Oq bilan qora aralashib ketdi. Buning hammasi qiyomatning alomatlaridir. Alomati ko'rinsa, kelidigini keladi. Qudratlik Tangrim iymonimizni saqlasin. Bu fitna balo yomonliklarni o'ttiridan ko'tirsin.